Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana bugun biz yostiq jildi tikamiz. Mana shunaqa qitimlardan tayyorlab qo'yganman. Mana bunaqa ulab, mana o'rtasi, bu yoqqa uladim, bu yoqqa hammasini ulab, ustidan mana shunaqa chok berib qo'yganman. Mana ko'rinyaptimi? Mana shunaqa zigzagda chok berdim, chiroyli qilib. Mana orqa tarafi, mana shu blokimizni, tayyor blokimizni yostiq jildi qilmoqchiman. Mana yostiq jildiga tayyorlangan bu. Buning uchun endi bizga orqasiga astar kerak bo'ladi. Xohlagan materialingizdan qilishingiz mumkin uni. Mana shunaqa o'ziga yaqinroq, mana shunaqa taftadan astar qilishga xohladim. Mana buni endi hozir mana siz buni xohlagan materialingiz bo'lsa qilishingiz mumkin. Shart emas, xuddi shunaqa qilib qilishingiz, yaxlit materialdan qilishingiz mumkin. Oldingizmi razmeriga 60 ga 60 bo'lishi mumkin, 55 ga 55 bo'lishi mumkin. Xohlagan razmeringizni olasiz. Mana endi men bu orqasiga mana shu materialni tayyorlab oldim. Mana overlock qilib, mana 3 sm ga qaytarib oldim orqasiga. Bizga neki molniya kerak bo'ladi. Mana endi molniyani mana shu yerga tikib olamiz biz. Mana shunday qilib mashinada tikib olamiz. Mana shunday qilib tikib chiqamiz mashinada. Chiroyli qilib tikib chiqqanimizdan keyin ustida chok bo'ladi. Keyin qolganini yana ko'rsataman. Mana molniyani tikish uchun mana teskari tarafini olamiz, qayirgan tarafimizni. Molniyani qo'yamiz, mana o'ngini mana ichiga qilib qo'yamiz. Nimaga deganda mana bu yerda hozir chokimiz paydo bo'ladi. Keyin bu molniya yurishi uchun bu yoq tarafiga qo'yishimiz kerak. Teskari tarafga qo'ysangiz molniya yurmay qoladi. Shuning uchun o'ng tarafidan boshlab bu tarafiga tikamiz molniyani mana. Bu tarafiga tikamiz. Mana shunday qilib chok berib chiqamiz. Mana molniyani tikib oldik. Mana o'ng tarafi, mana bu taraf ichida. Mana 2 martadan tikdik. Mana yonidan mustahkamroq bo'lishi uchun chokimizni. Ana endi bu anaqamizga, molniyamizga ikkinchi bo'lagini ulaymiz. Xohlang bu yoqdan qirqib olib, qirqmasdan turib ulang. Xohlang oldin buni tepasiga qancha razmerda kerak bo'lsa, masalan, mana shunday razmerda mana necha santimetr bo'lsa, masalan, mana hozir bu yerda 20 santimetr. 20 santimetrga qo'yib, mana tepasini qirqib olib, keyin bu tarafini bu molniyaga ulaymiz. Mana qadrdonlarim, ana endi molniyaga past tarafini ulaymiz mana. Mana o'ngini o'ngiga qo'ydik. Mana molniya o'ngida turibdi, tekshirib olamiz har doim. Ana endi buni mana bundoq qo'yib, bir-biriga qo'ygan holatda, o'ngini o'ngiga qo'ygan holatda endi molniyani bu tarafidan tikib chiqamiz mana. Mana molniyamizni ulab oldik. Mana teskari tarafda qoldi. Mana o'ng tarafi. Mana buni endi ko'tarib turib, mana bunaqa qimillab ketmasligi uchun chokimizni buni buklaymiz chiroyli qilib. Mana mashina yonidan keyin chok beramiz. Mana 0.5 berasizmi, 0.3 berasizmi? 0.1 bersangiz lapga qo'yish kerak bo'ladi. Sal ko'proq bersangiz lapga kenglikda qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana molniyamiz bitdi. Mana orqa tarafi, tep-tekis chiqdi. Mana o'ngidan, mana yurg'azishimiz ham oson bo'ladi. Hech qayerda tiqilib qolmaydi molniyamiz. Mana bu yerda ham bo'shlik bor, bu yerda ham bo'shlik bor. Qiynalmaysizlar. Mana shu usulda tiksanglar. Mana mahkam bo'ldi. Buni ustini yopdik. Ana endi biz mana usti tegadi ustim bilan ulaymiz bir-biriga. Mana bu olamiz tayyorini. Mana endi buni ustiga qo'yamiz. Ustiga qo'yib, mana endi chekalardan 1 santimetrga tikib chiqamiz. Mana shunaqa qilib, mana. Tikib bo'lganimizdan keyin mana bu choklarini mahkamlaymiz. Molniyani chokini mahkamlaymiz, kerak emasini qirqib tashlaymiz. Keyin molniyani ochib, ag'daramiz. Mana chekalarini tikib oldik. Ana endi ochib, orasini ag'darib olamiz bu yoqqa. Qadrdonlarim, yostiq jildimiz tayyor bo'ldi. Mana xohlang bu yoq tarafini o'ng qiling, xohlang bu yog'ini. Mana ikki yoqlama yostiq jild tayyor bo'ldi.
Mana xohlagan yastig'ingizni shu razmerdaligini qo'yaverasiz. Mana, mana. Mana ichlari ham mustahkam bo'ldi, mahkam bo'ldi. Mana bir chiroyli chiqdi. Mana bu tomoni ham o'ngga qilamiz, bu tomoni ham divanda ishlatasizmi, nimada ishlatsangiz ham mehmon kelganda orqasiga qo'yasizmi, juda chiroyli chiqadi. Mana siz ham harakat qilib ko'ring. Mana bunisi ham xuddi shundoq. Mana. 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 Sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz ham harakat qilib ko'ring. Razmeri kichikroq bo'lishi mumkin, yana kattaroq bo'lishi mumkin.